Yana muammo bo'lyapti. LED chiroqlar taqiqlanmaydi. Eshiting, buni yozib oling. LED chiroqlari, o'sha LED faralar to'g'ri o'rnatilishi kerak. Ishlab chiqarilishi tugatilgan, ya'ni hozirda ishlab chiqarilmayotgan transport vositalari amalda ishlab chiqarilayotgan transport vositalarini, mana Nexia 1, Nexia 2 lar bo'lsa, Nexia 3 ishlab chiqarilyapti-ku, yana Ravon qaysi ishlab chiqarilyapti, Monza bormi, boshqa. Amalda hozirda konverda bor mashinalar chiroqlaridan foydalanish mumkin. Agar LED qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsa, optik linza bilan tartibga olib, atrajatilni olib tashlaydilar, chunki oddiy lampochkaga moslashtirilgan atrajatil bor-ku, o'shani olib tashlab yoki qoraytirib, optik linza, modul o'shalar bilan yoki billetlar qo'yish orqali tartibga olib, uni ham tartibga oladi parametrlar bilan, texnik ko'rik stansiyalarida keyin o'rnatishlari mumkin, ruxsat etiladi. Bu uchun qayta jihoz uchun ruxsat olmaydilar hech qayerdan. Shuni oladi, joylashtiradi.